Assalomu alaykum yaxshilarim. Shunaqa kunlarim kelishi uchun men juda ham ko'p harakat qilganman, ishlaganman, lekin avvalo menga buni Alloh nasib qilgan. To'g'risini aytsam, gap bu yerda nima olganimda emas, gap bittada ola olganimda. Metroshini shunaqa olganida men rosa ham havosim kelgan edi, menga ham shunaqa iloyim nasib qilsin degan edim. Va o'zi bu kunni ancha cho'zdim, sababi bilasizlar dieta qilayotgandim. Hech narsa o'zimga olib bermayaptim va va'da berdim. Agar bir oy o'zingga hech nima sotib olmasang, hech qanaqa kiyim, oyoq kiyim, sumka, boshqa hech narsa sotib olmasang, dieta qilsang, keyin senga shunaqa zo'r narsalar olib beraman deb o'zim bilan o'zim kelishib gaplashdim-da. Va mana bugun kun keldi, o'zimga zo'r narsalar oldim. Hozir bilan birga ochib ko'ramiz va bittada olganimga juda ham xursandman. Tudun. Birinchisi bu iPad. iPad именно menga shu jumligi yoqdi. Yoniga обязательно keyboard, Magic Keyboard, как notebook qilib ishlatish uchun va Pencil Pro oldim. Mana. Keyingisi bu iWatch, eng oxirgi seriyasi Rose Gold rangidan oldim. Menda qorasi bor edi, endi Rose Gold oldim. Keyingisi, конечно, bu bizada 1 terabaytli iPhone. Adashmasam Rose Gold Titanium deyiladi. O'sha bilaman, hamma tutib bo'ldi, buni hamma olib bo'ldi. Men endi oldim. Вот. Au. Hozir buni birga sizlar bilan ochamiz. Bizada bu yoqda brilliant bor, ukrasheniyalar bor. Hop, birinchisi bizada, bu G harfli ekan. G ni men sinimga oldim. Sinim tug'ilgan kun edi. Вот. Chiroyli. Вот desa mana bu meniki bo'lishi kerak-da. Shunaqa chiroyli. Bu yerda boshqa uzuvlarim ham bor. Ularni ham ko'rsatib ketaman sizlarga. Боже мой, я почему так люблю все такое вульгарное, красивое. Чтобы прям из космоса было видно. Sabzada. Bu mamnaqa. Chiroyli. Lo'li bo'ldim, qo'ydim bilaman. Men o'zi lo'li bo'lishni yaxshi ko'raman. Чтобы hamma yaltiroq narsalarni o'zimga taqib olsam-da.